Assalomu alaykum, mani qadrli podpischiklarim. Nima gaplar? Kayfiyatlar yaxshimi bolalar? Tuzaymizlar? Inshaalloh, Xudo xolasa yaqinda 90 ga bo'lamiz va ozginadan keyin sizlar bilan Xudo xolasa 100 ga ham birga nishonlashni nasib qilsin inshaalloh. Bolalar, xo'p, o'shaning uchun videoga birinchi bo'lib like bosamiz, obuna bo'lamiz va qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz va bizdan chiqqan videolar birinchi bo'lib sizlarga yetib oladi, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xo'p, bolalar, bugungi video aniq bomba chiqdi. Xudo xolasa inshaalloh kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Bolalar, sabachka shu ko'yutsi, bemalol yuzinglar sotib olaverasizlar. O'zimni shaxsiy yuz servisim 100% ishonchli, tezkor. Hammaga yaxshi kayfiyat, bo'lmasam videoga ketdik. Men lotereya biletlariga $1,000,000 sarfladim. Kela qol. Behazil, men juda ham ko'p sotib oldim. Buni yuk mashinasida olib kelishga to'g'ri keldi. Men bu pulga o'nlab mashinalar, bir nechta uylar sotib olishim mumkin edi, lekin buni o'rniga $1,000,000lik lotereya sotib oldim. Mana bu bunaqa ishlaydi. Lotereyani olamiz va skaner qilamiz va bum, bu $50 biletdan $200 chiqdi. Hozircha 150 bitta biletdan foydadamiz. 100 0 0 100 50 50 0 0 100. Hozircha $1,200lik bilet skanerladim, lekin $1,000 topdim. $200 ziyondamiz. Doim shunaqa bo'ladi. Chandler, yordamga kel. Bundan 10 million chiqishiga ishonmayman. Bilaman. Sen qancha yutding? 0. Albatta. Karol, bizda $1,000,000lik chipta bor, sen ham yordam ber. Nega ko'proq pul sarfladingiz? Bu haqida o'ylamadim ham. Biz $10,000lik bilet skanerladik, lekin atiga $7,900 topdik. Endi menga yordam kerak, qo'ng'iroq qilaman. Mana bu videoda $100,000lik chiptani skanerlash uchun 17 soat vaqt ketkazgandik. Shuning uchun men odamlarni yordamga chaqirdim $1,000,000lik biletlarni skanerlash uchun. Ushla. Ehtiyot bo'l. Bu yerda hamma menga yordam beryapti. Men ham yordam bermoqchiman. Diqqat qiling, bu yerdan qancha pul topsak, uni 10% sizga, $1,000,000 topsak $100,000 sizlarga. Qarab turing. Bum! Bu yerdagi hamma biletlar krisga aylandi. Menga nima bo'ldi? Endi biz hamma biletlarni mana bu stolning ustiga chiroyli qilib taklab chiqdik. Hammasini o'zim qildim. Mani ishim esa odamlarga bilet olib berib turish. Chandler, mana bular senga. Mana yana bilet. Kechirasizlar, men terlab ketyapman. So'nggi skanerlar 150 200 150 200. U juda ham zo'r ishlayapti. Mana men nimani xohlayman? U 10 marta ketma-ket g'alaba qozongan. Bu yolg'on. Karol bittasini oldi. Va mayli, olaver. 500 talik juda zo'r bo'ldi. Menda ham 500. Menda ham 500 talik. Nega faqat menga 500 talik chiqmayapti? Karol, sen to'xta, seni jini kompyuteringni yo'qotamiz. To'g'ri, menga hazillashish yoqadi, lekin haqiqatan ham bu yerda $1,000,000. Rostini aytsam, biroz ko'nglim sovigandek bo'lyapti. Masalan, bu $10,000. Yutuqli bilet. Bunaqa biletlar juda ham kam, bu ilovada tekshirilmaydi. Buni o'chirib tashlash kerak. Mana bu dunyodagi eng omadli o'chirg'ich bo'ladi. Yutqizib qo'ysam yomon bo'ladi. Karol $1,000 yutdi. Bu juda zo'r. Bu sizlardan yaxshi. Lekin bu $10,000,000 emas. Tekshiringlar yana. Bu yerda qancha pul sarfladik? $302,905. Aha, biz qancha yo'qotyapmiz? Qancha yo'qotdik? $78,000. Biz faqat $78,000 yutqizdik xolos. Men ularga o'chiriladigan chiptalarni saqlab qolishni buyurgandim. Kimda bor? Mana yana. Mana bu $1,000, mana bu ham $1,000, bunisi ham $1,000, bu ham $1,000, bu esa $900. Rostdanmi? Qani ishga qaytamiz. Bizda yana $700,000lik chiptalar qoldi. Nega urasan? Meni joyimdan qoch. Qo'rqib ketdi. Biz hozircha $200,000 yutdik va bu ketishda $700,000 yutishim aniq va hamma yutib olgan pullarimni esa orol sotib olishda sarflayman. Buni ular bilishmaydi. Sabachka shu ko'yutsini ham esdan chiqarmaymiz va ularni yig'ib u orolda challenge o'tkazamiz va challenge'da kim yutsa, ularga u orolni sovg'a qilaman. Umid qilamanki, sizlar ko'p pul yutib olasiz. Nimaga kameraga ko'zingizni qisyapsiz? Shunchaki o'zim. Juda ham shubhali. Diqqat, biz $400,000lik qadamdan o'tdik. Bu esa hammasini 40% degani. Biz $300,000 yutdik va $250,000 yo'qotish yo'lida turibmiz. Bu albatta yaxshi. Bugun juda uzoq kun bo'ldi. Mayli, uylaringizga boring. Ertaga soat 5 da ko'rishamiz. 5 da. Yaxshi, ko'rishguncha. Endi bu yangi kun va birinchi bo'lib men keldim. Va kecha sizlarga aytganimdek, bu yerdan chiptalardan topilgan pullarga biz orol sotib olamiz. Ular kelganda esa buni ularga aytamiz. Va men bu yerni orolga o'xshatib qo'yaman. Bum.
Endi bu bizning yangi joyimiz. Biz biletlarni 40% skanerladik va bu ketishda 700 ming dollar aniq yutamiz va orol sotib olamiz. Qarang, bu shunchaki juda ham zo'r. Biletlarni skanerlashda yordam bergan odamlar bu challenge-da qatnashadi va birlari yutib olishadi. O, bunga qaranglar. Voy, bu nimasi? Bu qummi nimaga kerak tushunmadim. Biz bu ketishda 700 ming dollar yutib olamiz va sizlardan 10 tangiz bu challenge-da qatnashasiz va orol yutib olasiz. Albatta bu sizlardan biringiz bo'ladi. Bu keyingi videolarimizda bo'ladi, o'tkazib yubormang. Men yutib olaman, chunki men g'olibman. 500 dollar aytyapmanki doim yutaman. Mendagi xatolik deyapti, bu nimanidir anglatadimi? Karol tomoshabinlarga The Revenant haqida gapirib berishni xohlaysanmi? Albatta. Bu men yoqtirgan shou tufayli orolni yutib olaman va sizlarga aytib beraman. Yaxshi, bu tomoshabinlarga yoqadi. Karol, nimalar qilyapsan? Seni shou haqida ortiq gapirishni xohlamayman. Diqqat! Sizlarga muhim ma'lumotlarim bor. Ko'rib turganingizdek, biz 440 ming dollar yutib oldik. Uni stoliga ko'proq qo'y. Sizlarga sotib olgan orolimni ko'rsatmoqchiman. Mana bu orol 400 ming dollar turadi. Menga ber, uyga borib qo'yaman. Bu baraban. Ha, baraban. Endi sizlar bu biletlardan 10 million dollar topishingiz kerak. Mana sizlarga motivatsiya. Yana bizga 130 ming kerak. Uddaladik. Hozircha biz 690 ming 420 dollar sarfladik. 690 ming. Endi qolgani ertaga bo'ladi. Xullas ertaga ko'rishguncha. 3-kun keldi va men sovg'a olib keldim. Bu Chandlerning surati 10 million dollarning oldida turibdi, chunki bugun 10 million dollar yutib olamiz. Bu esa Karlning 10 million dollar ushlab turgan surati. Bu Karl Krisning bolasi Takerni ushlab turibdi. Taker esa 10 million dollarni Photoshopda buni qo'ydik. Hammasini tushundingiz deb o'ylayman. Bu kelajakdagi rasmmi? Bu sizlarning 10 million dollar ustida sakrayotgan rasmingiz. Buni men tushundim. Bu 3-kun, bugun juda hayajonli kun bo'ladi. Men nima deyishni ham bilmayman. Yutishimga ishonaman. Albatta yutaman. 10 million haqida menga gapirma. Shunchaki 10 million yutamiz, boshqa so'z aytmayman. Diqqat qiling, Kris qani? U xotini bilan gaplashish kerakligini aytdi. U ota bo'ldimi? U qaytdi. Men o'g'limni olib keldim. Kris, bolaga qarash sana ishingmi? Ha, bu meni ham ishim. Tushunmayapman, bu senga xalal beradi, qanday qilib ishlaysan? Yo'q, halol bermaydi. Bu bilan bo'lsak juda ham omadli kun bo'ladi. Men bunga ishonaman. Men ishimga aralashmay, o'zingiz ishingizni qiling. Qani boshladik. Bizda omadli kelyapti. 36-38 bor. Qani? Sen bu yerdagi hammaga 100 dollardan ishlab olding. Ha, rahmat ayting. Endi hammangiz birozga to'xtab turing. Chandler qancha pul sarfladik? 901 283 dollar. Biletni qanchaga sotib olgandik? 1 million. Demak bizda 100 ming dollarlik bilet qoldi. To'g'risi biroz asabim o'ynayapti. Hali ham 10 million dollar yutganimiz yo'q. Hech kim skanerlamay tursin, men hozir qaytaman. 1 sekund. Xuddi maktabdagi muammoga o'xshatyapman. Zinani omadsizlik deyishardi. Shuning uchun buni shu yerga qo'yaman. Shunda bizga omadsizlik kerak bo'ladimi? Ha, mayli. 100 talik. 500 talik. Singa oyna ham omadsizlik keltiradi deyishardi. Shuning uchun ham buni ham shu yerga qo'yaman, sindiramiz va hammangizga yuqadi omadsizlik. Yo'q, xudoyim. Endi qora mushukni ham olib kelamiz. Bu eng omadsizlik keltiradigan narsa. Bu seni mushuging. Kela qol qoravoy. Bu 5 million dollarlik chipta. Zina ostida va qo'lida mushuk bilan va singar oynalar, barcha omadsizlik narsalari bilan buni skanerlaymiz. Yutuqsiz. Demak, omadsizlik narsalari ishlayapti. Bizda atiga biletlarning 6% qoldi. Men buni bilmasdim. Leprechaunlar ham bizga omad keltirar ekan. Shunday qilib bizda professional leprechaunlar bor, ular bizga omad keltiradi. 500 dollar? 50 talik. Bular ish berishiga ishonmayman. Leprechaun nima uchun? Menda oxirgi qolgan 10 ta chipta bor. Chandler usha. Iltimos. Men 10 million bilan tugatishni xohlayman. 60. Yaxshi, Ethan. Bu 100 talik. Bu seni bileting? 30. 100 talik. Menda ham 100 talik. Oxirdan bitta oldingi bilet. Ushla. 100 talik.
Biz 120 ming chipta bilan boshladik, bu esa oxirgisi. Endi sizlarga skanerlashdan oldin ko'rsatadigan narsam bor. Ortimdan yuring, ketdik. Shu stolning oldida to'xtang, bu stolda 70 ming dollar bor. Men sizlarga aytgan 10% mana olinglar. Hammangizga 7 ming dollardan olinglar. Oxirgi chiptani Kris ochadi. Xo'p, mayli, oxirgi chiptani ochar ekanman, qani ko'ramiz. 100 dollar. Juniorson 100 dollar. Biz bugun bu videoda 1 millionlik chiptadan 720 ming dollar yutdik. Keyingi videolarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Mr. B6,